chiqamiz. Ronaldo Marlonchar Erdo'g'an do'konimizga. Turli xil drabilkalarimizni yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalımizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsizlar va kommentariy yozib omma so'z yozsalaring, albatta kamini kelishtirib beramiz akalar. Yangisi kelgan Kentaur. Lentali drabilkalarimizni ham yetib kelgan. Buni kichkinaroqlardan ham bor albatta akalar. Bundan tashqari Oriol 170 lik drabilkasidan ham yetib kelgan akalar. Keyin mana bunday qizil original universal drabilkalardan ham yetib kelgan akalar. Unda boshladi akalar. Oldindan aytib o'taman, manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri sentrida joylashgan agrotexnikalar do'koni akalar. Telefon nomerlar 90 kodi bilan 851 6884 nomerlari bo'ladi. Akalar bunda bularda motoboylarda ikki xil bo'ladi motorlarning. Bunga 208, 220, 380 motorlardan qo'yib beramiz, ya'ni tanlash imkoniyati bo'ladi akalar sizlarda. Bulardan tashqari universal drabilkamizga ham, keyin lentali original drabilkamizga ham qo'yib beramiz. Unda boshladik Kentaur. Hozir motor joylashmagan, ya'ni tanlash imkoni bor sizlarda. 4.500.000 so'mga yo 380 yo 220 motordan tanlab olasiz akalar. Pichoqlarni ko'ringlar, mana pichoqlari pechatli, original, qalin pichoqdan joylashgan. Oldida ham ko'rishingiz mumkin, pichoqlari ancha ko'p qilib ishlangan akalar. Pichoqlar o'tkir holatda bo'ladi. Bu unchuncha sinib yoki o't maslash qolmaydi akalar. Narxi qancha ekanini deganlar uchun narxi 4.600.000 so'm. Yo misli motor bo'ladi. Keyin alyumin motorlar bor, 4.300.000 so'm bo'ladi. 220 380 akalar. Tanlash imkoniyati bo'ladi sizlarda. Mana ko'rishingiz mumkin, lentalar ancha uzunroq bo'ladi bunda. Narxi 4.600.000 so'm. Buni kichkinarog'i bor, ya'ni 4 million so'mga yo 220 yo 380 motor tanlab olishingiz mumkin. Bunda ham mana ko'rishingiz mumkin, pichoqlari bunda ham pechatli, original qalin pichoqdan joylashgan ekan. Buni ko'rishingiz mumkin, pechati bor o'zi, seriya nomer, pichoqlari ham yo'q joylashgan. Buni ham pichoqlari ancha qalin qilib ishlangan, o'zining pichoqlari bo'ladi. Resordan tayyorlangan. Bu o'ta qalin, unchuncha sinib ketmaydi akalar. Bundan tashqari 6.5 kg 220 motor qo'yilgan Oriol drabilkamiz hozirgi kunda narxi 5.500.000 so'm. 170 lik bo'ladi. Общий uzunligi pichoqlarning o'zi 1 metr bo'ladi akalar. Lentalarning o'zi pichoqlarni ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari mana shu ancha ko'p bo'ladi. Oriolda pichoq ancha ko'proq qilib ishlangan. Pechatlari ham ancha qalinroq, mana pichoqlari ham ancha qalinroq, pechati ham bor bunda akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bunda ham 5.500.000 so'mda yo 220 motor yo 380 motor tanlab olish huquqiga ega akalarlarda. Mana bu yerda o'sha motorlarimiz joylashgan. Bu 220 motor, bu 380 motor akalar. Farqi nima desang, farqlar оборотida akalar. 380 da оборот ancha kuchliroq bo'ladi va u uncha-unchaga to'xtab yoki tiqilib qolmaydi akalar. Kimga xuddi shunday drabilkalar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol 90 kod bilan 851 6884 nomerga bog'lansalaring, albatta kamini qilib beramiz. Va dastafiyalarimiz ham albatta bor. Vodiy va Voha bo'ylab dastafiyalar albatta kelishgan holatda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri agrotexnika do'koni bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin, tomosha qilish uchun rahmat.